Baxtli kunlar egaligi jamoasi otajonlarni, onajonlarni xursand qilishda davom etmoqda. Barchangizga yaxshi kayfiyatlagan holda biz Kattaqo'rg'on shaharga tashrif buyurdik. Safiya onajonimizni muborak yoshlar bilan qutlaymiz. Avvalo to'yon bilan tabriklab, kayfiyatlarini ko'taramiz. Barcha aka-uka, opa-singillar nomidan bugungi muborak oqshom bilan qutlab qo'yamiz. Ishimizni boshladik. Kuzatishda davom etamiz. Baxtli kunlar egaligi jamoasi eng baxtli o'g'illaringizda biz bilan diydor bo'lishadi. Mehringizdan ulg'aydik mana ey aziz onam, sizni ta'riflashga yetmaydi qog'oz qalam. Bu dunyoda sira tengi yo'q bag'ringizga oshonam. Bizni deya tunlari bedor bo'lgan ovoram onam. Onam, onam, onam bir donam. Sizga tortiq bo'lsin bu jonim, jannatim onam. Oh onam, onam, onam bir donam. Hurmatli xonimlar hamda janoblar, tantanali kechamizning qadri va qadrdoshlari, barchangizga assalomu alaykum deymizda, bugungi oqshom sababchisi bo'lmish Safiya onajonimizni davramizni badiiy maydonga chorlaymiz. Guldiroz davomiy qarsagiylar bilan bayraminglar muborak bo'lsin. Qani marhamat, Safiya onajonimiz kesildi biz yonimizga. Chiroyli qarsagiylar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar, hamroh bo'lib turasizlar. Dardlaringiz to'kib soching ayrasin, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'mgan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi onam. Hammasi Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Mana shunday fayzli oqshomga yig'ilgan qadrli mehmonlar, aka-uka, opa-singillar, onaxonlar, otaxonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasonat. Bugun yaxshi kun, bayram barchangizga birdek muborak bo'lsin. Bugun mana shunday go'zal, chiroyli, ko'rkam, kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomning sababchisi Safiya onajonimizni bugun muborak tavallud ayyomlari. Xudo xolasa muborak 63 payg'ambar yoshini qarshiladilar. Qarsagilana yemaysizlar onamni 63 yoshlari uchun. Ozgina balandroq qarsoq chop beramiz agar qo'llarimiz bo'sh bo'lsa. Salomat bo'lasizlar. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ona. Salomatmisiz? Charchamasdan, bardam baquvvat tetikini yuribsiz. Kayfiyatlar qalay? A'lomi? Kutmagandingiz-a bizni kelishimizni? Kutilmaganda bostirib keldik, ayibga buyurmaysiz. Kechamizni qiziqarli joy yamayna shunda cho'chitib yubormadik sizga. Qo'rqib ketmadingiz-a? Ozgina hayajonlanib qoldingiz. Yana bir yangi yoshingiz 63 payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Alloh nasib bo'lsa 100 yoshlarni ko'rsatsin. Yoshingiz 100 dan oshib 120 ga borib, 130 dan o'tib, 140 ga boraman deb qo'yganda ham shog'ayinlar, aka-uka, opa-singillar ila qatorimizdan kamaymagan holda yaxshi kunlarda barchamiz birgalikda ishtirok etishlikni yaratgan Allohim Tangrim o'zi nasib ro'z aylasin. Bugun baxtli kunlar egaligi jamoasi sizni jonu jigarlaringiz, aka-uka, opa-singillaringiz tomonidan mana shunday chiroyli oqshom bilan qutlash maqsadida kutilmagan sovg'a tarifasida tashrif buyurdi. Bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Ona bugun qo'rqib kelmaganmiz. Aka-uka, opa-singillar tomonidan sizga atalgan chiroyli sovg'alarimiz bor va albatta bugungi oqshom ifodatlariga binoan opa-singillarimizni, aka-ukalarimizni barchasini davramizni badiiy maydonga chorlaymiz. Chiroyli musiqalar sadosi ostida sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Marhamat.
kelaymi to'yiga onajon gullar hayron chiroyingga onajon bag'ringga bos mehringga qonay onajon seni quvontirib quvonay kunduzi yo'llarimda yuzi u faqat onamdir omadimning sababi o'zi baxtimning yulduzi u faqat onamdir atrofimda yonar parvona dunyoda bir dona u faqat onamdir duosi oshkora pinhona tunlari uyg'ona u faqat onamdir Xo'p, hurmatli mehmonjonlarimiz, iltimos qilamiz, davramizni ozgina kengroq olamiz. Sababi video operatorlarimizga xalaqit qilmagan holda o'qishimizni davom ettirishni xohlayapmiz. Davrani kengroq olamiz. Ko'chalarda qaydi, yarim tunda kelsam uyga qaydi. Keldingmi bolam deb meni begorim, onajonim mehribonim beozorim. Izlarimdan o'tar, ko'zlarimdan o'tar, oysa haroratim to'rt tomonga chopar, dardimga qaydan bo'lsa ham malham topar. Meni kutar kecha kunduzi yo'llarimda ko'zi u faqat onam. Ona. O'zi 3 donagina harfdan iborat so'z. Ona. Lekin mana shu 3 dona harfning tagida butun olamga teng keladigan bir go'zal ma'no bor. Ona bu farzandi uchun kechalari uyqusidan, oromidan voz kechgan. Farzandi uchun chiroyidan, go'zalligidan, orzularidan, hoyu havaslaridan voz kechgan. Ona farzandi uchun bir so'z bilan aytganda o'zligidan voz kechgan. Tunlar bedor uxlamasdan bolasini beshigini ustida parvona bo'lgan, bedor qolgan. Katta qilgan, voyaga yetkazgan, o'zi yemasa ham bolasiga yedirgan, o'zi kiymasa ham bolasiga kiydirgan. Farzandlarni, zurriyotlarni dunyoga keltiraman deb to'lg'oq azobiga chidagan, tishlarini tishlariga qo'ygan. Ana o'shanda onaning tishlari sinib tushgan. Tunlar bedor qolgan, beshik quchib alla aytgan, ko'zlari qizargan, ko'zlarini nurini yo'qotgan, qoshidan qosh bergan, ko'zidan ko'z bergan, yuzidan nur bergan, yuzlariga ajin tushgan. 9 oy farzandini vujudida ko'tarib dunyoga keltirgandan keyin ham o'zini unutgan, farzandlari uchun yashagan. Bedor tunlar uxlamasdan uyqularni yod qilgan, begona qilgan, huzuridan, halovatidan, oromidan voz kechgan. Bolasi og'rinsa og'rinib, quvonsa quvonib, sherigiga yonida quvonchiga sherigi bo'lib, o'zi yig'layotgan bo'lsa ham bolasiga kulib qaraydigan faqatgina ona bo'lar ekan. Ona farzandi uchun duo qilar ekan. Har safar joy namoz ustiga chiqib, qo'llarini duoga ochar ekanda, ey yaratgan Robbim, bolamni o'zing panohingda asra, yomon ko'zlardan, chiq balolardan o'zing saqla der ekan. Farzandi uchun har nega tayyor bo'lar ekan. Allasiga alishmasman butun dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi, devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha koyir deganni, she'rlarni baland tog'ning toqiga 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin Xudoyim o'zi, men faqat onamni tavof qilaman, boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budga onam, aslida mehrdan bunyod bo'libman, nurdayin pok, oppoq Ka'baga onam. Men esa oq kabi izlab yuribman. Rosti gap, dunyoni o't olib ketar. Onam meni sog'inib yig'lasa agar, mendayin farzandlar bir tenga qimmat,
onasining duosini olmasa agar onaning duosini olish farzand uchun bu ham farz, ham qarz hisoblanar ekan. Onani rozi qilish vojib ekan. Qolaversa, bugun aka-uka, opa-singillaringiz sizga mana shunaqa chiroyli oqshom tashkil etishdi. Tojiklarda, forsiylarda naql bor: jigar jigar xas, digar xas deydi. Aka-uka, opa-singil bir-biriga mehr muhabbatli emas. Demak, ular haqiqiy aka-uka, opa-singil emas. Bugun o'rtalaridagi mehr oqibatni ko'rib, biz rost qoyil qoldik. Mana shu ahillikka, birdamlikka, mehr oqibatga hech qachon ko'z tegmasin. Hamisha yonma o'tiringlar. Nasib bo'lsa, 100 yoshga kirganda ham qatorlaringizdan kamaymagan holda mana shunaqa yonma o'tirishlik sizlarga nasib ro'za aylasin. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ana endi aka-uka, opa-singillar davr raqslarga bitta o'ynab berasizlar. Chiroyli qilib harom aylab berasiz. Kechamizni kayfiyatiga yana kayfiyatlashamiz. Kuy qo'shiqlarimiz bilan davom etamiz. Qani, marhamat, chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Onalarining eng go'zali mani onam, mani onam. Ko'zga suray izlarini jonim onam, jonim onam. So'zlari durdonaginam, bittayu durdonaginam. So'zlari durdonaginam, yakkayu durdonaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Onalarining mehriboni mani onam, mani onam. Ko'zlarida mehr bor, jonim onam, jonim onam. Onalarining mehriboni mani onam, mani onam. Ko'zlarida mehr bor, jonim onam, jonim onam.
shabadada, shabadada, da, da, shabadada, shabadada, da, da, shabadada, shabadada, da, da, shabadada. Shabada eslatar güzel damlarni, yulduzlar yondirgan o'shal shamlarni. Vaqtni topgan edik, vaqtni sezmadik. Uzun tun unutib barcha g'amlarni. Astan silab o'tib bog'da gullarni. Atirga to'ldirib qancha yo'llarni. Shabadada kelar yorimdan xabar. Bog'lab bir-biriga oshiq dillarni. Shabadada, da, da, shabadada. 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 Shabadada, da, shabadada. Shabadada, da, da, shabadada. Shabadada, da, da, shabadada. Shabadada, da, da, shabadada. Shabadada, da, da, shabadada. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Davramizda ozgina kengroq olamiz. Safiya onajonimiz keladilar meni yonimga. Keling. Safiya ona keling. Mana onam bilan adash ekansiz. Meni ham bu jonimning ismlari Safiya. Men juda yaxshi ko'raman Safiya ismini. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin yana bir bor. Aka-uka, opa, singillaringiz hammasi shu yerda. Bu yerda Samariddin tog'am, Sunnatullo tog'am, Suvon tog'am, Ravshan tog'am, Anvar tog'am, jiyanlaringiz bor ekan qolaversa. Kesin hammasi kesin shu yerga chiroyli niyatlarni bildiramiz. Qani simyog'och simga chizilgan muscha deysam, muscha demasizlar. Qaldirg'och desam, qaldirg'och demasizlar. Baland tog'lar qoyasida saf chizib turgan burgutlardek saf chizib olamiz, bir og'izdan chiroyli niyatlarimizni bildirib qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bizni risolalarimiz ichidan bir donagina singlimiz. Onamizdan qolgan bittagina singlim bor. Mana shu singlimni taoni topgan kun ekan. Allohim umriga umr bersin. Mana shu payg'ambar yoshlari 100 yoshlarga aylansin. 100 ga kirgan ham hammamiz mana shu guvohlikda aka-ukalar ko'raylik. Yangalar, kelinlar yirik yugurib xizmat qilinglar. Ular xizmatlarga rozi bo'lsinlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ammojon 100 ga kiring. Amatim 100 ga kiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. men sizni yaxshi ko'raman. Mana shu. Salom. Amajon 100 ga kiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Mana shu daramizni sababchisi mana shu singlimiz. Yana bitta jajjigina mehmonchamiz. Uni ham umri uzoq bo'lsin. Ukamizga yo'richalari, rizqi baroq bo'lsin. Umri bilan rizqi bilan ota-onasidan bergan rost bo'lsin. Mana otamning o'rnlarida qolgan Samariddin akam bizlarni boshchimiz, yo'l boshchimiz. Sizda ham umri uzoq bo'lsin akajon. Bir og'izgina bitta niyatlaringizni ayting. Sağ olsun, yaşlı. Dünya söyleyenler bunu. Ben kutlayamadı. Tanrı'yım. Ben yapıyorum. Boshimizga sog' bo'ling sizlar. Yomg'ir qo'shiqlarisin, yo'llar ishlarni adashtirib yursin. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' tinchlik bo'lsin. Safiye, Sinem, İloyim.
bugun kunlari nishonlanyapti. Ular sog' salomat bugun dunyo turguncha turgin. Men yagonamni aytolmayman, chunki sababi orqangda farzandlaring, qizlaring, nevaralaring ko'tarilyapti. Ular o'zingdan ko'paygin, yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin, yaxshi kunlaringni nishonlaylik. Bizlar faqat seni yaxshi ko'ramiz, yaxshi kunlaringni. Ular qo'shcha qarib, farzandlaringni, nevaralaringni huzurni ko'rgin. Jon sog' bo'ling, akamlar yaxshi tilaklarni bildirdilar. Hamisha bizlarga sog' bo'lib, mana shu yaxshi kunlarga bosh bo'lib, faqat duoga bo'lib turing. Kunimiz sog' bo'lsin opajon. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat, salomat bo'lasizlar. Endi tug'ilgan kunimizning eng asosiy kulminatsion nuqtasiga navbatni havola etamiz. Bugun tug'ilgan kun dasturxonimizda chiroyli tortlarimiz, baxt shirinliklarimiz bezab turibdi. Bizda o'ziga yarasha alohida o'rin tutgan ko'rinishimiz, tort kesish marosimimiz bor. Tortlarimiz yoqishga shoshmay turasizlar. Bizda yana tabrik so'zlarimiz bor ekan, xolajonlarimizga bildiramiz deyaptilar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan mana jiyanlarim, hammalari, men tog'amning bolalari bo'ladi. Bu Safiyjonni, Ammajonni katta qizlari bo'laman, amma bo'laman, amacha bo'laman. Iloya, mana shu jigarlarim hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, birdamliklari hech qachon uzilmasin. Safiyani onasi bilan otasi o'tib ketgan emas, o'rniga mana shu yigitlar, mana shu yerda turgan kelinlar, jiyanlar qolgan bari. Hammalari mana shu kunini tog'dek qilib yuragini o'tkazib bergan uchun shularga hammasiga rahmat deyman. Bularning ham umri uzoq bo'lsin. Uzoq safarda yurganlari ham bor. Safarda yurgan Ravshanjonim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu uyidan joy berib, shunday kunlarni o'tkazib bergani uchun mana shu kelinga ham, shu xonadonga ham rahmat deymiz. Mana shu qolgan akalariga, ukalariga hammasiga rahmat deymiz. Ular ham yuzlariga kirsin, Safiyani yuziga kirganida hamisha yonida tursin. Mazra biz ham, men ham o'zimni singillarim, ukalarim, jiyanlarim nomidan bu jiyanimni Safiyjonni tabriklayman. Ularga qo'sha qaragin, bolalaring huzurini ko'rgin aynalar. Yaxshi kunlaringda bular yana kim bundan ham katta qilib o'tkazib bo'lsa, yuziga kirganingda o'sha kunlarni ko'rish hammasiga mana shu yerda turganlarga nasib qilsin. Iloya. Hammalaring sog' bo'linglar. Akam ham yuziga kirsin, mana xotinlaring yuziga kirsin, hammalaring. Kelinjon sog' bo'ling, Ravshanjon ham sog' bo'lsin hammasi. Anvarjon, Suvonjon, Sunnatjon, akam, Samardin akam hammalaring sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarni ko'rib yuraylik. Ravshanjon ham uzoqda bo'lsa ham sog' bo'lsin. Ravshanjon senga ham rahmat. Sog' bo'lgin. Mayli, rahmat aylanib berganingiz uchun yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Marhamat, endi tortlarimizni topshirib qo'yamiz. Zokilasizlar chiroyli qarsaginglar bilan. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzday, quyosh yuzingiz Bitta sanchiqi bormi? Vilka. Pichoq shartmas, vilka bo'lsa bo'ldi. Qarang, qo'shnilarda bo'ldi uyda bo'lmasa. Olib keling. Rahmatlar ergashsin qadamingizda. Baxtdan sarmast tursin yuragingizda. Gulur chechak bo'lsin qadamingizda. Ozgina tezlashamiz. Tug'ilgan kun. Bering, nomga bering, chiroyli qilib kanal qildirib qo'yadilar. Tug'ilgan kuningiz Tortlarimizni olib qo'yamiz.
Tamam aytyaptilar menga musofir yurtda bugun bola chaqamni rizq nasibasini bergan Xudoyim deb ishlab bergan okajonimiz bor deyaptilar. Tashkillashtirgan bugungi oqshomda tashkilotchisi. Nomlardan tabriklab qo'yasiz o'zingiz. Marhamat. Ravshanjon ukajon, biringga 1000 bersin, meningga million bersin. Tuproq deb ishlanganlaring oltin bo'lsin otajon. Mana seni boshchilig'ingdagi mana shu tashkilotchilaring, mana hammalari sherik, hamma ishtirok etuvchilar hammalari seni nomingga duo qilyapmiz birgalikda. Mana farzandlarim ham, ukalarim, jiyanlarim, tonish-bilish hammalaringizni safarlaringiz bexatar bo'lsin. Faqatgina Alloh bergan omonatlar, hammamiz Allohga omonatmiz. Bergan davlatini xizr barakasini bergan bo'lsin. Omon eson bag'rimizga qaytib kelinglar. Katta rahmat. 100 yoshga kirganlarga mana shu tashkilotchilik qilgan. Tabriklayman deydilar, aytib qo'ysizlar. Tabriklayman onajon. Malades. Ravshan akam hozir bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib turibdilar, jonli efirdan. Ravshan akamga biz kattakon rahmatlarimizni, tashakkurlarimizni bildiramiz. Ukajoningiz bo'ladilar, ha? Ravshan aka, yanog'ida binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimga yosh tomchiladi opalarning eng yaxshisi mening opam. Bir oq desam hatto jonin fido etar, iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Opalarning eng yaxshisi mening opam. U jilmaysa yashnaydi bu butun olam. Opalarning eng yaxshisi mening opam deydi. Onam bor, onam yo'q deb hech qachon kuyinmang. Onangizning o'rnida opajoningiz bor ekan, sizga onalik qiladigan. Shu opajoningiz baxtingizga hamisha sog' salomat bo'lsin. Bularni baxtidan baxtiyor bo'lib yashang. Uni Allohim shular rohat farovatini ko'rib yuring. Ana endi Ravshan akamning hurmati uchun bitta qo'shiq bo'ladi. Qanaqa qo'shiq bo'lsin? Xorazmcha, Buxorocha, tojikcha bo'lsin? Xo'p, talablarga binoan marhamat, tojikcha qo'shiqlarimiz bilan davom etamiz, kechamizni davom ettiramiz.
Bu yerga mehmonsiz. O'sha yerga turmushga chiqqansiz. Shunaqami? Qoyil, salomat bo'ling. Tojiklarda shunaqa bir chiroyli she'r bor ona haqida. Hoziramman bahri modar, joni xud qurbon kunam. Holati dulro bu ahli margumon shoyon kunam. Yak shabadan jiki modar, mekashad az bahriman, kambuam to'mirgar har ro'zi sarbonam kunam deydi ona. Siz bizni bog'rog'imiz, siz bizda o'chmas chirog'imiz, birimiz onamiz yuradigan yo'llarda poyandoz bo'lsak, yana birimiz sizlar o'tadigan ariqda ko'prik bo'lmog'imiz lozim. Boringlarga shukr. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlaringizni, aka-uka, opa-singillaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Ana endi qarang, bugun aka-uka, opa-singillar tomonidan sizga mana shunday chiroyli oqshom tashkil etildi. Bularni bitta chiroyli qilib duo qilib berasiz. Marhamat. Mana akalarim, ukalarim sog' bo'lsin, jiyanlarim, kelinlarim. Ben kutmagandim. Hammalarga tashakkur. Boshimga hammalar sog' bo'linglar, umrlar uzoq bo'lsin. Ravshanjon, nabiralaring qutlug' bo'lsin. Mana uzoq yillardan hammacham ketdilar. Hamma dilimda yodgorlik, jiyanlarim ketdi, bergan tashakkur. Katta rahmat, boshimizga sog' bo'linglar iloyim. Tanjolar sog' bo'lsin. Ravshanjonning umriga nasib uzoq bo'lsin. Sizlarga bizga ishlar nabirali bo'lib iloyim. Shu bilan o'tibdilar. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Hammalaringizga tashakkur, sog' bo'linglar hammalar. Baxtga loyiq har odam baxt ko'rsin dunyoda. Ko'ngilni aslig'am tinchlik bo'lsin dunyoda. Turkman, qozoq, qirg'iz qardosh, turkiy millat dunyodosh, mangu porlasin quyosh. Tinchlik bo'lsin dunyoda, hayotimiz asosi, el yurt muddaosi. Bu ko'plarning duosi. Tinchlik bo'lsin dunyoda. Allohimning bergan go'zal, tinch va osoyishta kunida mana shunday chiroyli oqshomda sizlar bilan diydor ko'rishganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Endi qadrli do'stlar, har bir ishning boshi bor, yakuni bor. Bugungi oqshomga ajratilgan vaqt afsuski o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa vaqt davomida sizlar bilan baxtli kunlar yilligi jamoasi hamda davra mikrofonlari qarshisida Davronjon Bardonov bo'ldi. Bugungi oqshomni tarix zar varaqlariga o'chmaydigan qilib muhrlab borgani uchun Milliy media video studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolaversa, chiroyli go'zal kuy qo'shiqlarini maromiga va me'yoriga yetkazib, bizga MP3 variantida yetkazib bergan Aslibek akam Suleymonovga, Shahrzod akam Boboyevga ham alohida tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Sizlar bilan tinchlik, xotirjamlikda, sog' salomatlikda, yaxshi kunlarda bir so'z bilan aytganda, ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Katta rahmat hammaga.